Ota-onamni, yaqinlarimni bir duolarini oladigan ukalarimiz videoga yaqinroq kelinglar. Sizlar bilan Umra safari haqida gaplashamiz. Bir ota-onalarimizni duolarini olishga harakat qilamiz. Xo'p, assalomu alaykum. Sizlar bilan Azizbek Onajon. Bugungi videomizda Umra safari qat-qatlarda bo'ladi. Mehmonxona oraliqlari qancha bo'ladi? Qanaqa yeb-ichish bo'ladi? Hammasini batafsil ma'lumot berishga harakat qilamiz. Boshidan aytib o'tib ketaylik. Xo'p, haftani seshanba, chorshanba kunlari Farg'onadan reyslarimiz bor. Seshanba kuni Farg'ona Jidda yo'nalish bo'yicha, haftani seshanba kuni, chorshanba kuni Farg'ona Madina bo'yicha premyer reyslarimiz bor. Namangandan bir hafta bir marta reyslarimiz bor. Toshkentdan kunda-kunora Toshkent Jidda, Toshkent Madina yo'nalish bo'yicha reyslarimiz, premyer reyslarimiz bor. Bemalol ekrandagi nomerga aloqa qilsalaring, operatorlarimiz javob berishadi. Joylarni bron qilib berishadi. Hozirgi kunda 14 kunlik safarimiz bo'ladi. Umrada boshlab 3 kun Madinada bo'ladi, 11 kun Makkada bo'ladi. Madinada 2 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi, Makkada 3 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi. O'zimizda o'zbek favori akalarimiz xizmatda turishadi, chiroyli ovqatlar bilan ta'minlashadi, xudo xolasa. Xo'p, sovg'a tariqasida bitta to'lov evaziga firmamiz tomonidan har bitta ziyoratchimizga bejik beriladi. Centrum Holidays firmamiz logotip bo'ladi. Mana o'zim ham kiyib olganman, kamzilcha beriladi. Mana shunaqa kamzilchamiz. Mana Centrum Holidays firmamizning logotipi, O'zbekiston mana shunaqa yozuvlarimiz bo'ladi. Bular hammasi bitta to'lov evaziga bepulga beriladi. Bu so'mgichamiz bo'ladi. Dokument, pasport, bir zaruriyat bo'lgan narsalarni bemalol sovg'a qilsalaring bo'ladi. Bundan tashqari, qaytib kelayotganlaringda har bitta ziyoratchimizga 5 litr Zamzam suvi beriladi, xudo xolasa. Xo'p, Madinada Gostinitsa oraliq masofasi 200-300 metr atrofida bo'ladi, xudo xolasa. Makkada 1,5 kilometr atrofida bo'ladi. Makkada har 3 minut 5 minut oralig'ida avtobuslarimiz qatnaydi. Kechasi kunduzi qatnaydi. Bemalol o'sha 5 mahal namozga borib kelsalaring, ibodatlar qilsalaring bo'ladi. Xo'p, misol uchun Farg'onadan uchadigan bo'lsalaring, Farg'onadan sizlar bilan yo'l boshchi bo'ladi. Misol Jiddaga uchadigan bo'lsalaring, Jiddada kutib oladi 50 boshimiz yoki Madinaga tushsalaring, Madinada 50 boshlarimiz kutib olib, 14 kun mobaynida mutaxassis 50 boshlarimiz birgalikda ziyorat, sayohat, ibodatlar birgalikda qilishadi. Endi ziyorat, sayohatlarga keladigan bo'lsak, birinchi bo'lib Madinadan boshlanadi. Payg'ambarimiz ravzalari ziyorat qilinadi. Qur'on bosmaxonasi, Xurmo bog'i, Hiro g'ori, Qubo masjidi, Arofat, Muzdalifa tog'i, Arofat, Muzdalifa. Xo'p, Qizil dengiz, yana xohlasalaring ko'pchilik bo'ladigan 10 kishi, 15 kishi bo'ladigan bo'lsa, Toyib shahriga olib borib kelinadi. Mutaxassislik boshlarimiz birgalikda olib borib ziyoratlar qildirib kelishadi. Toyib shahriga borib kelganingdan keyin ikkinchi marta umra amalini qilib olsalaring bo'ladi. Bitta to'lov evaziga ikkinchi marta umra amalini qilib olsalaring bo'ladi bemalol. Hozirroq ekrandagi nomerlarga aloqa qilsalaring, joylarni bron qilib berishadi. 10-yanvargacha bo'lgan reyslarimizni narx-navolarini o'zi asli $1100 chiqarishimiz kerak. To'g'risi, narx-navolar oshdi, biletlar oshdi. Mana sovuq tushganligi sababli ko'pchilik boryapti hozirgi kunda. Chunki Arabistonda havolar salqinroq bo'lgan, ibodatlar bemalol qilsalaring bo'ladi. Shuning uchun $1100 paketimizni, $1100 qo'yishimiz kerak bo'lgan paketni siz bizni kuzatib borayotgan obunachilarimiz uchun $1050 deb belgilab berishdi. $1050 deb belgilandi. Bemalol aloqa qilsalaring, joylarni bron qilib, chiroyli qilib o'sha ziyoratlar qilib kelasizlar. Bundan tashqari, bizda litsenziyamiz bor. N0014 MyGov'dan xohlagan joylaringdan Centrum Holidays bemalol xohlasalaring Farg'ona viloyat Marg'ilon shahriga kelib ko'ringlar. Rasmiy ofisimiz bor, rasmiy kassalarimiz bor. Bemalol kelib ko'rib tanishsalaring bo'ladi. MyGov'dan tekshirib olsalaring ham bo'ladi. Bu hammasi rasmiy. Bemalol to'lovlar qilsalaring bo'laveradi. Endi to'lovga keladigan bo'lsak, bank shot raqamini tashlab beramiz. Eng yaqin bankka borib to'lov qilib berasizlar. Operatorlarimizga cheki bilan zagon pasportlarini tashlab bersalaring, joylarni bron qilib berishadi. Ishlarni chiroyli qilib bitkazib berishadi. Yosh kattaroq otaxonlarimiz ayoqlari og'riydigan bo'lsa, aravacha masalasiga keladigan bo'lsak, aravachani battan olib ketsalaringdan 14 kun mobaynida bemalol o'sha o'zing aravachalardan foydalansalaring bo'ladi. Samolyot sizlarga ortiqcha kiloga pul olmaydi. Agar xohlasalaring atdan olsalaring ham bo'ladi. 14 kun mobaynida bepulga sizlarga aravacha berishadi. Bemalol ibodatlar qilib olsalaring bo'ladi. Samolyotga xo'p, nimaga katta sumkalarga, bagajga 20 kilo ruxsat berilgan. Qo'llaringga bir 5 kilo, 8 kilo oralig'ida narsa olsalaring bo'ladi. O'sha qaytishlarni, o'shani hisobini qilsalaring ortiqcha to'lov olinmaydi. Endi kilosi ko'payib ketadigan bo'lsa, unga kilosiga qarab pul olishlari mumkin. O'sha 20 kilodan ko'proq olib ketadigan bo'lsa, imkoniyat darajasida o'sha 20 kilo olib borib, 20 kilo olib kelsalaring, ortiqcha to'lov bo'lmaydi, bemalol borib kelsalaring bo'ladi. Endi sovg'a salom olishni biz o'zbek xalqimiz yaxshi ko'rasizlar, juda ham. O'shaning uchun o'shani imkoniyat darajasida o'sha 20 kiloda harakatni qilsalaring, ortiqcha to'lov bo'lmaydi. O'sha bitta to'lov bilan bemalol chiroyli borib kelasizlar, ibodatlar qilib kelasizlar. Mabodo videomizda kamko'zchilik bo'lgan bo'lsa, uzr so'raymiz. Kommentariyada fikrlarini yozib ketinglar. Inshaalloh ota-onamni, yaqinlarimni olib borib kelaman, olib boraman degan
aka ukalarimizga tashlab qo'yinglar, kompyuterga yozib ketinglar, birgalikda borishlik, hammamizga borishlik nasib qilsin. Borganlaringda biz ham bir duo qilib, chiroy qilib, duo qilib qo'ysalaring xursand bo'lamiz. Tanjonlaring sog' bo'lsin. Bundan keyin yana ham harakat qilamiz chekilmagan narxlarda o'sha yengilroq, pul yengilroq qilib sizlarni ko'nglaringni olishga harakat qilamiz. Doimo sog' bo'linglar. Centrum Holidays bilan birgalikda uchib, ibodatlar qilib kelishlaring nasib qilsin. Sog' bo'linglar.